30 tepasida bo'lsa 30 million deyin tog'a, osonroq tutishamiz. O'lizga ham aytdim. 30 million deyin, nemis kelsa ham osonroq tutishamiz dedi. O'zida emas, nemis kelsa ham 30 million do'ri tog'a. Tinch asab saqling. Mashina oldi puli yetmay qoladi. Maynaqa bo'p qoldim. 30 million puli yetmaydi kasal oldi. Ha, mashina asab saqling. Bolasi xunaji. Yetmay qoladi tog'a. Ha, o'zi qo'ydim o'zi. Ketdan oldim, achchig'im kelib qoldi. Ey, dada bo'ldi unaqa. Eskilarga gap bor, meni gapimdan o'limdan bo'lagini yettasi yaxshi. Nima yettaman sotmadingmi? Bandamizda, ha? Qimar o'ynaganmiz, o'g'il bola oldi. Somorda choy ichganmiz. 23 million san'atchi odam 20 million. Bobalaki. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Sizlar bilan ekran orqali diydorlashib ko'rishib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi videorolik Andijonda Asakasini O'zbekiston Payshanba mol bozorida 2025-yil 24-aprel hafta kuniga payshanba. Kunimiz xayrlik, barakatlik, umrimizga, xonadonimizga, chorvamizga Allohdan baraka so'ragan holda biz videorolikni boshlaymiz. Biz hozirgi Danmamit novvoslar ko'chatlari qatorida turibmiz. Hozir bo'g'ozlar chiqib ketmasdan, sigirlar tugamasdan burun sigirlarni olamiz. Ikki qism qilamiz. Birinchi qismida albatta bo'g'oz, sigirlarni chiqaramiz, albatta xunaji novvoslarda. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, like bosib qo'ysanglar, ozgina mehnatimiz uchun. Mana shuni like-ni bosib mutlaqo bekarga. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, prямой efir ham qilamiz, ikki qism qilib beramiz sizlarga. Prямой efir 1 soat masa qilib ko'rasiz. Qani ketdik endi, buni qarang, odamni qarang. Bu yerga Aylor aka, bozor qimmatmi, arzonmi deydiganlarga o'zingizlar bir ko'rasizlar. Bugun qimmat bo'ldimi, arzonmi? Men ham kelin masjiddan boshladim. Bu yerda soting deyapti, bu yerda oling deyapti. Hamma joyda qo'lishib turibdi mana. Hurmatli obunachilar, 2 oylik gumoni bor. Bolachasi buqacha. Birinchisimi? Birinchisi nechta suti bor ekan? 10 ta suti bor. 43 millionga sotdingiz. Maşallah, ko'z tegmasin. 43 millionga. Bolachasi ham o'ta dahshat. Ko'rib tursan. 43 millionga mollar ko'pligi uchun orqasidan olib beraymi ekan demoqchi edim. Mana bu shved to'sib turibdi. Orqasidan o'tib olib beraman nari tarafiga. 43 million. Kim oldi buni? Mirzo aka qo'yadi. Ayrılışa. Savdo qilyapsizmi? Yo'q. 43 ga o'ta dahshat. Mana endi mana oladigan bo'ldi, maza qilib. Suti nechta? 10 ta, suti 10 ta. O'ta dahshat ekan. Bolani qarang. Ama qo'y. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasini bersin deymiz. O'ta zo'rini olib tomoni. 2 oy, kuragi 2 ta. Gumon 2 oylik qo'yilib qo'ygan gumoni bor. 10 ta suti bor, kuragi 2 ta. Hozir mashhur xunajinimiz bo'g'oz shekilli so'raymiz. Savdo bo'lyapti menimcha adashmasam. Azbek aka pul berdingizmi? Necha oylik aka? 4 oylik. 4 oylik bo'g'oz, 4 oylik bo'g'oz 17,5 million pul beryapti. Hozirgi bahosi 17,5 million. Xunajin birorta tug'magan. 17,5 million pul beryapti, berilgan yo'q. Mana bo'g'ozlarda ham ko'rishingiz mumkin. 17,5 million. Birinchi qoringa. Boshqalarni ham ko'ramiz hozir. Mana bu savdo bo'lyapti shekilli. Hozir ko'ramiz. Bolachasi xunaji. Qaysi? Mash. Nech pul beryapti aka? Savdo qilishadi. Nechinchi bolasi bu? Bo'g'ozmi edi? Necha oylik? Sutichi? 10 ta. Bo'g'oz ham tekshirtiribdi. Bo'g'oz ekan 100%. Qarang, masodamni yoshiga yetib yurgan bor ekan. Biz dollar olmasin. Qancha beryapsiz? Ayrini qo'ymaydi. Har xil beradi ekan. Joy so'roq beradi. 23 aka. Enan o'ziga ham. Enan o'zi. Ha.
enani o'ziga. Bor baraka deyman onu betiga qarab xursandchilikman. Ya qo'shadigan joyini berib qo'y. Xursandmisiz? Hey, 26 milyon. 28 derim. O'g'il bola bu sanashga. bor baraka deyinchi, masellariga bor bola. Bor xursandchilikman. Xursandmisiz buni? 100 ming yo'tasami? 100 ming yo'tasami? Ha, o'tmasin hoji bu ashini. O'tmasin. Hey, bo'ldi baraka bu. Bu yoqqa qaramang. Degandan keyin 500 ming pullar deychimasiz, beramiz. Ha, ana. Bermaydimi? Olmasam meni otam so'kadi, otam o'lib ketgan. Lekin bozorda o'tdimmi, o'tmadim? Ha? Yetaman balandroq beryapti, hozir o'tkizdik. Eskilarni gap bor, meni gapim emas. O'limdan bo'lagini ettasi yaxshi. Nima ettaman sotmadingmi? Bandamizda, ha? Bermadi, zettiroqdi. Chekam 24 ga bemalol. 23 million mana shunga berib turibdi enasiga. Bolasini savdo qilgan yo'q, enasini o'zini savdo qilyapti. Mana buni ham ko'ramiz. Qancha berdingiz aka? Necha oylik? 14 million 300 ming pul beryapti. 14 million 300 beryapti. Xudo xolasa 10 kun yaqinda tug'adi deyapti. 14 million 300 ga birinchi qoringa bo'g'oz. Ko'rib turibsizlar. Uni uchiga berasizmi menga? Bu necha oylik? 7 oylik. Nechanchisiga? Ikkinchisiga. 7 oylik. Ikkinchisiga 14 ga o'tib bering deyapti. Siz qancha dedingiz? 16 million. 16 million narx aytayapti ekan. 100 ga mol qilsangiz ham tishi ham bu. 6 ta yer ichib bo'ldimi? Mana bunga ham savdo bo'lyapti sekin. Pul berdingizmi aka? Qancha berdingiz? 23,5 million. Yana bo'g'oz emasmi? Yana bo'g'oz. Necha oylik? Bu yana ko'p molini foydalanganman. Teskari qarab ketsam bo'lmaydi. 24 million bering. Gapiz olam. Bering. 24 million. Yo bolalar. Buni o'z yiqib qo'ylar, o'zi chiroyli gaplashadi. Omad 700 sotadi. yiqilishcha qiyinroq. Ammo qo'lida yaxshilar baraka bo'ladi. Yo'q. 24 qo'ydilar, menga 24 millionga xursandchilik bilan mana shu akasini, ukasini gapini hozir. Do'stim bo'ladi, do'stim. Do'stim bo'ladi. Yo'q, qo'shna desam mendan Alamjon kichkina ekan. Mendan kichkina, yo'q, kattamidi sizlar? Sal. Mendan bir qo'shni berding endi qari. 24. 24 million. Qimar o'ynaganmisan, o'g'il bola oldi. Samarda choy ichganmisan? 23 million san'atga odam 25. Bor baraka. Hozir apchiqib yuzlab. Apchiqib tur. O'zayda. Baqqan oldi. Bunga Qancha? baqqan oldi, baqqan. Qancha bo'ldi oxiri? 23 mi? 23 bo'ldi, savdo bo'lyapti turdi. 23 ga. 23 ga mana. Mana buni savdo qilyaptimi hozir ko'ramiz. Boshqa bunga pul beryaptimi? Beryapti. Nechta ekan kurak? Qancha beryapti? 22 berishi. 22? 22 million pul beryapti. Yo'q, jicha ozroq qiladi deyapti mana. Bolachasi. Bence. 22 million beryapti. Mendan mas'ul xudodan bo'ladimi? To'g'rimi? Bolasi xunajon ekan desa mendan mas'ul xudodan deyapti. To'g'ri. 22 million beryapti. 22 million berilyapti, hali bergan yo'q. Nechinchi bolasi hammasini so'rab ko'ramiz.
Nechinchi bolasi Oysoq bu? Nechta suti bor? 15 ta suti bor yaxshi bo'lsa. Aha, 15 ta suti bor, 3-chi bolasi. Bu qarab turing. 22. O'zingiz narx aytdingiz Oysoq menga oldi. Yo'q, yorilmabdi. Yo'q, yorilmabdi. 22 million hozir berayotganini bilamiz. Bola sen talg'ilor deganda talg'irda savdo qilishi. Qancha berdingiz aka? Joydan o'tadi bu aka. Bu 7 joyga beryapti, o'zi yetmadi. Qancha berdingiz qori? 23,5 berdi. 23,5 ha. Bering. Olib bersangiz oldim buni. Qaymoqli deb qo'shib beraman. Qaymog'i yaxshi. 1 litr qaymoq 10 litr sutga oling. 1 so'm bermay apet oling. 6 oydan 7 joyga o'tdi. 2 tugushi. Bitta tukka. Boshqa? Boshqa, so'ng. O'zingiz yorilmadingizmi aka munchaga olingda? Ular deganimcha qo'shib berasizlar deyapti. Shunday qo'shib berasizlar deyapti. Usti zo'r ekan. Moliga ishonarganda aka, ha? Mol yosh ekan. Ikkinchisiga ekan, necha oylik ekan? Ikkinchisiga 6 oydan o'tgan. Ikkinchisiga Qani qo'lingizni bering. Bizim bir son beradi, qo'shib berasizlar deyapti. Nech pul berdi? 100 ming beradi. 2,5-4 turga. Qo'shib berasizlar deyapti. Aka, siz o'ziga buni bering. Qo'lingizni sifatli chiqarib, maza qilasiz. Qori keling. 23 million 400. 23 million 400, 23 beryapti 400 pul bermasdan olib ketib sanab sog'ib keyin pul beraverasizlar deyapti. Mol chiroyli talg'ir ekanda o'zi ham. Hozir qancha tushib deyapti. 13 million 600. Qarang. Bering endi. Men gap oldiraman. Bo'l ursanmisiz? Ha? Ha? Qarang, hoji aka. Hoji aka. 300 ming qadrli odammi? Aysal odam bo'ladi. 75 beradi. Ha yo'q, Bo'ldi, o'zi biladi nimaligini. Qarang, ursamiz bo'ldi 300 ming kamiga. Olmagan ham sotmagan. 600 mingga berasizmi? 13 million 600 tayi ham zo'r ekan. 13 million 600. Narigi nima? Nima deydi? Yomon mol sotib. Ha, 30 million. Hozir gapini sizga ismi gapiryapti, o'zini gapini to'g'ri demay endi topib 300 ming kam beradi bo'ldi, ursamiz seni. Nech o't berasiz, o't beraman deganingiz. 100 ming ashariqasiga o't beraman. Mayli qo'ying. Bo'lsa so'ramaydi bu ham sizdan. Yaxshi, aytdim. Siz gapingizga men qo'shtirib qo'yapman, 200 ming so'm. Ursamisiz? Abaki to'g'ri. Achki, oshki beraman. Men esa 100 mingga qarashtirmaysiz. To'g'ri, ursamiz abaki to'g'ri. Abaki to'g'ri. O't beraman. Hozir 200 ming so'm kam 14 millionga oldim. Hozir bo'lib oling. Kam bo'ldi. 200 kam bo'ldi. Rozimisiz? Bor, baraka. Yashilni olasi deydi. Necha shashil? 13 million 800 ming so'm. Bo'g'oz qisir. Necha oylik? Necha oylik aka? 2 oy. 2 oy bo'lib qolganiga, barakaga olish. Nechinchisiga 3-4. Uchinchisiga olindi rasa baraka bo'layotganda. Uchinchisiga bo'ldi. 14 million 800. olishga oldingiz. Baqasimi? Baqasimi? Sotadi. Sotadi tirikchilikka. Yo'qsa baqar, yo'qsa sotamiz. Oma qo'ying. Bitdan chiqasiz. Qancha bo'ldi endi qor aka bu? 25 million. 25 million bo'ldi. 2 million qo'shilibdimi? Bittaylarni kelgunimcha. Beramiz. 30 tepasida bo'lsa 30 million deyin tog'a, osonroq tutishamiz. O'lizga ham aytdim. 30 million deyin, nemis kelsa ham osonroq tutishamiz dedi. O'zida emas, nemis kelsa ham 30 million deydi tog'a. Necha asab sahling. Mashina oldi puli yetmay Maynaqa bo'lib qoldim. Puli yetmaydi kasal oldi. Ha, mashina asab sahling. Bolasi xunajir. Yetmay qoladi tog'a. Ha, o'zi qo'ydim o'zi. Ketdan ololdim, achchig'im kelib qoldi. O'ying dada bo'ldi. 20. Dedim Abror.
Tegdimi? Bola yashib ekandir. 15 olmaydi. 8 oy bo'lsa tegib, rasa urushi bor. ichkariga olaversin. Ha? Qochyapti, qochib. Enasini 20 ni tepasida gaplashamiz deyapti. 8 oyli deyapti, tekizalmadi deyishyapti. Qo'l bilan urib ko'rdi, tegmadi shekilli. 25 million qilyapti. Ena bolani qonidan ham bolasi. 3 boshli narsa deyapti. Mana bu shvedni ham ko'ramiz. Bu shved qanchaga bordi? Hozir aka 23,5, 24 23,5-24 beryapti, bermadingiz. Necha oylik bu bo'g'ozmi? 2,5 oy, 3 oylik. 2,5 oylik, 3 oylik. Narx qancha aytdingiz? 27. Qiziqqaniga telefon nomeri qo'yamizmi? 93lik. 830 8898. Aloqaga chiqaverasizlar. Kurashini yormagan. Yo'q, yormagan ekan kurashini. Sol. Kakiras bitiş. Şiler Kore ama hiç de var. Akit yat şunda kan bu kadar mı? Kaçakını kimin yaptı? Korkup gene. Hadi korkuyan korkuyan. Hırsız var koşun. Gelmeden. Moliga bo'lyapti, moliga katta bo'ldi. Akalar bor shu. Va keling endi. Bitiramiz sizni. Amaki Ushen. To'y bo'lyaptimi? Ha? To'yga tushib bering. 800 ming to'yana bering. Ha, to'yana bering deyapti. To'yga o't berasiz. To'yga to'yadi. Bor baraka. Bor baraka. Bor baraka. Oson bitdi-da tojik bo'lganicha akalar. Olib ketaymi? Olib ketaymi? Uzr yoshlaringga. Molingiz 10 litr sut bersa, 15 ta sutini. Qaytib olaman. Molda aybi bo'lsa. 12 ta bersam bo'laveradi. Qanchaga bitdingiz oxiri 200 ming qo'shib? 300 ming kam 26 ming. 300 ming kam 26 million. 300 ming kam 26 million. Marhamat tojik mahallasidan bo'lsa kerak, tojikcha. Ular mana shu yerda payshanbaliklar. Payshanba. Mana tojikcha gapiryapti. Ko'rib turibsizlar. Ana bo'lmasa. Yaxshi bo'ldi. O'ntaga beraveraman deyapti. Mana hamma sog'ib ko'rdi. Chap o'ng tanlama. 30. Yana 1 oy gumoni bor ekan. 1 oylik gumoni bor. 35 kami bor deyapti. 32 ga bermayapti. O'ta dahshat. Bolasiga qancha berdi dedingiz? Bolasini o'ziga 15 million beradi. 17 ga oling desam qilmastirashyapti. Telefon nomerni ayting. 99lik. 99lik. 603 4404. Telegram, WhatsApp bormi? bor. Telegram, WhatsApplari bor. Rasha super 10 ta sutga olaverasizlar. Tutaylar turi apparat ishlashiga, old kurak, yeb ichiga, sog'lig'iga olaverasizlar. Adashmasam kuragi 6 ta. Men ikkinchisi dedim, olasa uchinchisiga ham olashaversin dedi. Qochgan bo'lsa uchinchisi bo'lmasin. Lekin qarang, Shandirda maza qilib sog'aydigan ekan. Bu xunajimmi? Nechinchisi? Ikkinchisi. Bu boshqa molni bolasi omali. Mana o'zini bolasi. Nechta suti bor? 8 ta bor. Qancha qildi? To'y bolachalar tomosha qilishadi. Nechta suti bor? 8 ta. Puli qancha bo'ldi? 20 qilishdi, bermadinglar. Kim o'g'lisiz? 25. Bekal akami? Telefon nomerni ayting. 94lik. 695
79 95. Malades. Chap o'yin tanlamaydimi? Yuvoshmi? Yuvoshligiga gap yo'q deydi. Chap o'yin tanlamaydi, mana bo'lacak. Mana yuvoshligini ko'rib oling. Ketdi, boshqalarni ham ko'ramiz endi. Bolachasi xunajin birinchi qoringa 28 million pul beryapti. Bermadingiz. Qancha aytdingiz endi o'zingiz? 10 tonakda suti bor. 10 taga beraverasiz. 10 ta 10 ta suti bor, 10 taga beraveradi kamida. Qancha narx aytdingiz? Mayli, qancha narx aytdingiz? 35 kam bor. 35 kami bor deyapti. 35 kami. Oling. Kuragi ham ikkita ekan. Butun umri kelajagi hayot oldinda ekan. Telefon nomerini ayting-da qiziqqanlarga. Qiziqqanlarga 97lik. 97lik. 997 997 27 45. Endi bu qator ko'rsatib qo'yamiz. 12 ta suti bor, 10 ta yolaversin deyapti. Bolachasi xunaji 28 millionga bermayapti. Mana. Ixtiyor pul berdingizmi? 23 dedim. Berdi. Bolasini ovoz. Saqlarni olib qoling, mana shu kirishini ham olib qoling, kerak emas. Yo'q, bo'girish sen. Tepam, tepam. Tepolsin. Yaxshi. Seni tepadi. Yaxshi odamni ol debdi. Xursandsiz? Yo'q, boshqa so'raydi. Yo'q, boshqa so'radi. 22 million savdo qilyapti. Bolachasi buqacha. Ha, ko'p borasa. Ko'p ziyon qilib beraman. 23 ga. Bolachasi buqacha ekan. Nechinchi bolasi bu? Nechta suti bor? Aka men saqmadim yo'g'on gapimni. Aha, sog'madim deya. Bola yemib yuribdi-kanda. Ikkinchi bolasi men sog'madim deyapti. Yo'q. Yo'q, ukajon, berolmayman deyapti. Ha, boshqa Qanchaga bordi endi bu? 26,5 million. 1,5 million qo'shilibdi-da, yana bir borib kelsan. 26,5 million. Bo'pti, 25 beryapti-ku hali. Bitta aylanib keladi, men 26,5. Mana 26,5 ga chiqibdi. 26,5 ga. Ketdi, boshqalarni ham ko'ramiz endi. Gapga quloq 100 ming pul beradi, boshqa pul bermaydi. Yo'q, tog'a, hech kimda aytgani bo'lmaydi. Bu odamga aytgani men sizga emas. Buni 17 million 600 bo'ldi. 17 million 600. Mana bu molga 17 million 600 pul beryapti. 17 million 600. 17 million 600 beryapti. Necha oylik aka? 8. Birinchi qoringa. Birinchi qoringa 8 oylik. Bu yerda savdosi bo'lyapti. Hali bitgan yo'q savdosi. Bering deyapti. Bergan yo'q. Yeni qo'zg'ab qo'yganlik. Ko'tidan ushlab 3 kun ushlama. Ol aka boshqa tushaganda ham tektirib ushlaganmiz-da buni. Buni tug'magan narsa ushlatadi. Tuqqan bo'lganda ushatmaydi deb aytardim egasiga. Gapga quloq soling, hech kimda aytgani bo'lmaydi. Cho'pa ichib, jicha qo'ysa berasizmi? Beramiz, ketamiz Xo'jobodga. Ha, biz ham yo'lga keldik. O'zimizni mana Xo'jobodgaman. Gapga quloq soling. Bo'pti. Biz ham bozorga ekan bular 300 ming so'm o'tib bering bo'pti. Siz 100 dan beramiz. O'zingga bo'ladi. Sir savdoga o'tdik. Buni ham. Qancha berdingiz aka bunga? 11 million 600 ming pul beryapti. 11 million 600 beryapti. Qisir. Bitta tuqqan. Qisirdan bo'lsin deganlar shu.
11 milyon 600 ga berilmayapti. Suti ham bor ekan, 1-2 litr suti bor. Bu shvet qanchaga bordi? Nimaga? Bo'ldi. Buni olmayman dedi, olmaymiz. Ko'ramiz. Mana bu shvetni ham ko'ramiz. Aka, bu shvet qanchaga bordi? 13 milyon 152 oldim. Ha, 13 milyon 152 oldingiz. Ha, olingan. Mana 13 milyon 150 mingga oldim deyapti. 13 milyon 152 olganida. Qadrlan so'ramadingiz. Hammasi peshana, hammasi Allohga tavakkalda aka. Qashinga pul berdingiz? Ononga bu akamiz pul beryapti. Akam demay, to'liq 11 beraman deb gapirdi. Foydalan olay. Biz ikki kishi hozir arzimagan foyda qiladi. Mana bu 11 milyon. 11 milyon qilyapti. Mana shu buncha. Ustiga qo'shsin deyapti. 11 million. Xunajinni qarang. Buni oldingizmi aka? Yo'q. Qanchaga bordi bu? Qancha bordi? 13 ga boribdi. Mana shu xunajincha 13 ga boribdi, berilmabdi. 13 millionga. Endi mana bu yerda shvetchalari bor. Aka, shvetlar qanchaga bordi? 14,5. 14,5, 14, 12,5 qildi, berilmadi. Qanchadan aytdingiz? 17. Mana bunisiga 15, mana bunisiga 17 dan. Telefon nomerini bersa qo'yamiz. Telefon nomerini beraverasizmi qori? Bizga taqildik. Ayting telefon nomerini, chiroyli ekan. 90lik 572 572 27 27 07. Mana shvet sigir qilib olaman deydiganlarga orqalari pachka bo'lib, korobka bo'lib yotganda nomer so'raganlar uchun. 25 mingga Qancha? Shvetmi? Qancha? 13 milyon 400. Qirg'izistonniki ekan, ha? 13 milyon 400 ming. 13 milyon 400 mingga bu yerda savdosi bo'lyapti. 13 milyon 400 ga berilmayapti, lekin savdosi Qirg'izistonniki, qulog'ida sirg'alari bor. Bering. sotdi bering. Nemirjon, xursandchilikdan sotdim sizga aka. Oldim mashina oldim. Xursandchilik bilan. Ha? Bor aka. Bering, olib chiqing. 100 ming so'm tarafli. Bering, shunga bo'ldi. Bering. Ular bermayapti. Bermayapti. Bering, nima? Beraman. Kelyapmiz. Kayfiyatlar. Yaxshi bo'ldi. Gapni oldi, rahmat sizlarga. Xursandchilik bilan. O'zinglarni asal chiqarib qo'yinglar. O'zinglar tanimaymiz. Hamma nimalarni O'zimiz baqamiz. Ha, ana. Aytdim, Nevarjon dehqondan dehqonga ketyapti. Sotdim xursandchilik bilan deydi. Aka, siz sotdingiz molni, bergis kelmayapti. Barakani ayting. Bering, barakani ayting. Berdi sotib bo'ldi o'zi. Nevarjon, sotdim deb qo'ydi. Setora guruhi. Ana, bilasizlar. Setora guruhi uchovi shvetlar. Oo, ana buqaga ham tushib qolibdi. Sotdim aka deb xursandmiz deb qo'ydi. Barakali pul olasiz. Yo'q. Oldingizmi? Sotgani jang gap beryapti. Qo'yib bo'ldi, olib ketdik. Ya olavering. Nima dersiz? Yo, bitish qiyin. Qancha bo'ldi aka? Bilmayman aka. Kim oldi axir? Sotiladi. Ana aka qancha bo'ldi bu? 11 milyon 400. Assalomu alaykum. Sog'lar yaxshi. 11 milyon 400 mingga baraka bo'ldi. 11 milyon 400. Ana bu. 11 milyon 400 ga. Barakasini bersin. 11 milyon 400 mingga. Xunajincha taxminan bo'ylari 1.15 chiqadi. 1.15 chiqadi. Buni oldingizmi aka? Sotamiz. Qancha buni narxi? 13 milyon narxi deyapti. 13 milyon mana. Mashmunajin so'zi. Jamol aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sog'lar yaxshi. Oling aka, nima yo'q, tashlab qo'yasiz aka. Gruppamizga deysiz gap.
Yo, ashunaqada aka. Xudo xolasa baraka topasiz aka. Qancha berdingiz? 12 million 700 ming so'm beryapti. Bering Jamol aka. 13 millionga oling dedi. Yo'q, manaqa yo'q. Bo'pti aka, oling 100 so'm kamiga oling dedi. Qo'lini ushlab bismillahirrohmanirrohim. Hoji tog'a, u 100 so'm, 200 so'm kamiga oladi Jamol aka. Ol deng Jamol aka. Bizni foyda 12 million 700 ming beryapti. 700 ming beryapti. Bering oling, qo'lini ushlab. Yo'q, shu opotaga agar boshqasi kelib, ash pulga bo'lmadi. Bermaysiz boshqa. Aytganiga sotmaydi. Dehqonni puli barakali bo'ladi aka, bering. Shuning uchun beray deyapman aka, oling. Bering, mashina bering. Ha? Duo qilib baqaylik. Aka, mana rostdan aytyapman, o'g'il bola gap. Shu duo qilib qo'ysin degan maqsadda beraman deyapman. Lekin aka to'g'ri gap, boshqa siz kelsa 13 ga o'ylanaman. Ha, bering endi. Jamol aka. Ha? 12 million 700 beryapti. 12 million 700 mana shu bizga. Bering Jamol aka endi Hoji tog'aga bering. Men Hoji tog'a duo qilib qo'ysin deb gapirib qo'ydim. Hozir rasxoti bilan ashiga borib qoladi. Siz mo'g'ari, eshitdiring. Qizig'i sizlar olmasanglar men mashinalarga mashinadan sotmay ketsam 300 ming so'm rasxot qilaman men. Ana. Mashina hisobga olib oldim men. Mashinaga aytyapman-ku. Bildim buni hisob topinglar. Aka, buni 13 ga oling dedi. 700 qilyapti. Ya 700 ming beradi deyapti. 12 million 700 ming. Bering. Istagan siz bola ekan, bo'lmasa ketaverasizlar. Eshikka bola bilan Xudodan oldida. Sim bitadi dedi. Eshardi tog'amniki bor. Mashina bo'lsa olib ketaverasiz. Mashinam bo'lsa jonim bilan olib ketardim. Mashinam yo'q. Yo'lgilasini beramiz demoqchi. Mana mashina istaganda. Esharga bo'lsa Hech kallada qolib ketmaydi. 50 ming so'm qo'sh beradi jonim. Jamol aka. 50 so'm bo'ladigan bo'lsa men sizdan beraveraman. 50 so'm 100 so'm ko'tiga qarab tushunamasman. O'zim cho'ntagimni qarab Jamol aka bering. Shu Hoji tog'a. Jamol aka qo'lda tortma. Bor baraka 200 ming kamiga. 200 ming kamiga Jamol aka bor baraka. Qattiq qilasiz. Xatolikmi aka? Telefonga beryapsiz. O'samaningiz uchun turdim, bo'lmasa olib ketib olish yana kelardi. Har o'zimiz yashagan odam o'sha tushdi. Berey desam yo'q deyapti-yu. Yo'q deyapti. Beradi, bering bo'pti. 800 foydasiga bering. Endi anaqa 200 ming so'm o'tib beradi deyapman. Aka 13 ga boradi ashib pulga. Bering Jamol aka, Alloh barakasini bersin. Dehqonga beryapsiz, duo qilib qo'yadi. Hoji tog'a duo qilib qo'yasiz. Ha, barakasini bersin. 12 million 800 ga baraka bo'ldi. Mayli. Tepasida turib qolgan ekan, yaxshi. Zo'r oldi, arzon oldi. 300 ming xullas ham foyda berib oldi-da. 300 mingga sotdi. 200 bo'lsa 12 million. Yaxshi 300 ming. Ziyada ham savdo bo'lyapti hali ham mana. Aslida bitta shved. 300 ming foyda berib oldi. Ketdik, boshqa hunarchilarni ham ko'ramiz. Qaysi? Yo'q. Qancha endi bu? Abila oldim mana. Yiliga oldi. O'samiz markalarimiz. Hammasi beryapti. Bering. 55 ta hammasi o'tadi. 55 yarim. 56 deyapti. 57 bo'lsa qolsin. 56 bo'lsa mana naq. 100 ming talashyapti. Pulda qoling mana. 56. 56 ber, 57 ga bo'lsa oling deyapti. Kelganda men siz bilan biz 70 so'm olashadiganman. 700 ga aytamiz, sotgan olyapman 50 so'm. Litonni kimdir bersa beraman. Men buniga boshqa mol olib boraman bo'lmasa. 56 ga sotib oldim deb tez boqib ko'ring. Bering. Boqib ko'ringchi. Naqqa deb biroz aytib ko'ring deyapti. Bu novoslar kim olibdi? Nechtasi, to'rttasimi? Ha, 15 ta 30. Mana bu bittasi, ikkitasi, uchtasi, to'rttasi bo'lgan. 15 dan bo'ldi. Qarang, mana shu novoslar 15 milliondan. 30-60 million bo'ladi. 60 millionga baraka bo'pti. Bunajim bozorga olib o'tib baylashib turibdi. Endi olinganlarni oldida hammaga ishonarli bo'ladi. Mana xunachidan baraka bo'ldi shekilli. Qancha bo'ldi bu xunachi? Amaki?
9,5 milyon 500 mingga xunaji. 9 milyon 500. 9 milyon 500 mingga baraka bo'lganlaridan. Siz qancha beryapsiz aka? 7 milyon. Nariga deyin. Ha. 7,5 mana bunga 7,5 bering deyapti. 7 milyon pul beryapti. 500 ming talashyapti. 7,5 ga oling deyapti. Olayotgan odam 7 ga oldim deyapti. 500 ming talashib turishibdi. Hali savdo kelyapmiz. Savdosi bitgan yo'q. Shekiraning bo'lib qo'ydi. Egasi olindi mana. Ishlayapti. Belarus Simental qanchaga bordi? Simental 8. 8 ga bordi. Assalomu alaykum. Alloh yaxshimi ishlamiz? 8 ga bordimi? Bermadi. Qanchadan qaytdingiz endi o'zingiz? 9 narx aytyapti mana. 8 millionga boribdi, bermabdi. Dumi qiyshig'i. Aybi dumi qiyshiq ekan. Boshqa ayb yo'q ekan. Dumi qiyshiqlar hech bolan hal qilmaydi. Da, ashida nabarot yaxshi bo'ladi. Zo'r. Telefon nomerni qo'yamiz mana shunga ayting. 33lik 255 1087. Telegram WhatsApp bormi nomerda? Qiziqqaniga mana 9 million kam bor, 8 million dumi qiyshiq, dumi hech bolan hal qilmaydi. Boshqalarni ham ko'ramiz hozir. 20 ming to'lasi. Qancha bo'ldi? 94. 94 ga baraka bo'lib ketdi. 94. 9 million 400 mingga. Bunaqancha 9 million 400 ga. 94 ga baraka bo'lib ketdi. 94 ga. Yetaling. Bo'ldi, chiqib ketdi. 94. 20. 20si ham bor. 94 20 ming. Mana, barakasini bersin.